yurtdoshlar, aziz mehmonlar, yurtimizda bahor nafosi tobora kuchayib, quyosh yorqin nur sochib, orziqib kutilgan yasharish va yangilanishlarni kirib kelmoqda. Azal atalsan kelgan yulduzlarga ega hamda tabiat uyg'onishi bilan bog'liq asl milliy bayram sifatida aziz va qadrli. Shunday murakkab damlarda go'zal hayotning bevafo ne'mati xalqimiz shukronalik tuyg'ulariga to'lib sizlarni hurmatli mehmonlarimizni Navruz ayyomi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklashga va siz orqali butun tuman ahliga o'zimning cheksiz hurmat va ehtiromni bildirishga ijozat bergaysizlar. Navruz yangilanish va ezgulik, mehr-oqibat ramzi bo'lgan ulug' ayyomdir. Bu bayram xalqimiz hayotida farovonlik, mehnatsevarlik va hamjihatlik kabi qadriyatlarni yanada mustahkamlaydi. Bayram ishtirokchilari o'zilvar faslida har birimiz o'zimizni go'yo yangidan tug'ilgandek his qilamiz. Qalbimiz pok, orzu-niyatlarga to'lib, butun vujudimiz ezgu va sa'y-harakatlar jo'sh urgandek bo'ladi. Buning yorqin isbotini aynan shu kunlarda hammamiz Navruz ayyomga alohida taraddud bilan peshvoz chiqayotganimizda mahalla va qishloqlarimizda o'tayotgan sayr tomoshalarda tansiq bahor taomlarini tayyorlab, ularni o'z yaqinlari, yor do'stlari, mahalla kuy bilan birgalikda baham ko'rayotgan barcha tumandoshlarimizni shod xurramlikda ko'rish mumkin. Navruz va mehr-saxovat egizagidir. Ayni shu damlarda xalqimizga xos bo'lgan bag'rikenglik va mehribonlik, keksalarning duosini olish, ishlarga minnat yordam berish kabi ulug' fazilatlar yanada yorqin namoyon bo'ladi. Bahor baxsh etgan yuksak ko'tarinkilik kayfiyatni xalqimizda ertangi kunga bo'lgan ishonch tuyg'usini mustahkamlab, turli millatlar hamda elat vakillarini ezgulik yo'lida bir osmon, bir quyosh ostida zavq-shavq bilan ruhan birlashtirib, shodiyonalarga undamoqda. Qadrli bayram ishtirokchilari, bu ajoyib bayramning yana bir xislati shundaki, bu kundalik turmushda uchrab